Barchaga salom. Bugun biz sizlar bilan Word dasturida rasm joylash va uning tagiga yozish va ramka qo'yishni o'rganamiz. Hop, videoni boshlashdan oldin hammangizdan iltimos qilib so'rab qolaman. Bu videoga like va podpiska bosish ishimizdan chiqmasin. Bu ramka qo'yish uchun esingizda bo'lsa, razmetka straniцы bo'limiga o'tib, graniцы straniц bo'limiga o'tib, yana ramka buyrug'ini tanlab, turli xil ramkalarni tanlashimiz mumkin. Mana bu qalinligini almashtiradi. Bu yerdan esa ramkani mana shunga qo'yamiz va mana ramkamiz chiroyli bo'ldi. Endi rasm varog'imizni rangini o'zgartiramiz. Hop, biz buning uchun mana bu rangdan foydalanishimiz ham mumkin yoki mana shu kulrang varaq yaxshi chiqdi. Hop, endi biz rasm qo'yishimiz uchun rasm qo'yishdan avval siz kompyuteringizda bor rasmdan yoki bo'lmasam internetdan biror bir rasmni topib, uni o'zingizning рабочий stolingizga установка qilib qo'yishingiz mumkin. Bu yerda esa вставка menyusida руснок buyrug'iga o'tamizda, mana menda bu rasm bor. Rasmning ustiga bitta siqincha chap tugmasini bosib tanlaymiz va вставить buyrug'ini bosamiz va rasmimiz chiqadi. Bu yerda rasmimiz sal qiyshiqroq bo'lib qoldi, shuning uchun hozir sal qiyshiqroq bo'lib qoldi. Mana shu lineyka buyrug'idan foydalanib sal buramiz. Ana, to'g'ri bo'ldi. Endi bu yerda yozish uchun bu yerga tanlaymizda. Hop, bu qahramonning nomini yozishimiz mumkin. Bu qahramonning nomi Gojo Satoru. Gojo Satoru. Bu anime qahramoni bo'lib, bu juda ham kuchli qahramon. Mana bu yerdan bunday buni tanlaymizda, mana bunga o'tkazib qo'ysak qalinroq bo'ladi. Endi hamma yozuvlarimiz qalin yozuvda yozilishni boshlaydi. Joyda ishlaymizda, bu haqida ma'lumot yozishingiz mumkin. Masalan, bu Jujutsu Kaisen animesi qahramoni. Bu qahramon Jujutsu Kaisen animesi qahramoni hisoblanadi. Hop, endi biz hamma harflarni mana ko'rishingiz mumkin. Katta harfda yozilyapti. Buning uchun kompyuterdagi shiftning tepasidagi, ya'ni caps lock tugmasini bosib qo'ysak, hamma harflarimiz kattada yoziladi. Hop, buning do'stlarini yozishimiz mumkin. Buning nuqta qo'yamiz albatta. Buning do'stlar juda ham ko'p. Hop, endi bularni atoqli ot bo'lgani uchun ularni katta harfda yozamiz. Megumi. Hop, endi virgul qo'yamiz. Hop, virgul qo'yganimizdan so'ng yana bittasi bor edi. Yuji. Bular yaqin do'stlardan bo'ladi. Siz endi xohlagan rasmingizni qo'yib, xohlagan qahramoningizni qo'yib, u haqida ma'lumotni yozishingiz mumkin. Hop, endi biz buni tagiga varaq, kitoblarda bo'lgan kabi varaq qo'yishni o'rganamiz. Buning uchun biz главный menyusida emas, вставка menyusida верхних va нижних каландитур buyruqlari bor. Nijni kalanditurni bosib, bu yerdan xohlagan masalan mana shuni tanlaymizda. Bu yerga o'zingiz tekst yozishingiz mumkin. Boshlang'ich sahifa masalan. Sahifa. Mana boshlang'ich sahifa. Bu yerga esa varaqni yozishimiz mumkin. Masalan, bir varog'i yozilmaydi. Hop, bo'ldi, tayyor bo'ldi. Endi vernik kalanditurni ham o'zingiz qo'yishingiz mumkin. Stakenasida vernik kalanditurdan mana buni tanlashimiz mumkin.
Shuning uchun anime olami. O'zingiz xohlagan yozuvingizni yozishingiz mumkin. Menga mana shunisi qulayroq bo'ldi. Hop, endi bu yerdan chiqamizda, buni tushiramiz. Ana. Tushiramiz. Bizga ko'proq varaqlar kerak, shuning uchun biz razrev stranitsini qo'yamizda. Mana bu yerda va mana bu yerda. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bu yerda birinchi varaq, bu yerda esa ikkinchi varaq. Yana pastroqqa tushganimizda uchinchi varaq. Ko'ryapsizlarmi? Nijniy va verniy konditorlarning vazifasi mana shu. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, like va podpiska bo'lib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Kommentlarni ham kutib qolaman.